Bugun qizlarning ta'lim olishi shunchaki diplom uchun emas. Bu kelajak uchun qo'yilgan eng katta sarmoya deb o'ylayman. Chunki bilimli qiz faqat o'z hayotini emas, ertaga tarbiyalaydigan farzandini, oilasini, hatto jamiyatni ham kelajagini o'zgartiradi. Iltimos qilgan bo'lardim, qizlaringizdan so'rang, seni orzuying nima deb. Balki u siz tanlagan kasbni emas, boshqa yo'lni tanlashni xohlar. Balki u hozir turmush qurishni emas, avval o'zini topishni, o'qishni, o'z ustida ishlashni, hayotda mustaqil oyoqqa turishni istar. Bugun qanotlarini qayirib qo'ysangiz, ertaga nega ucha olmaganini so'ramang. Bugun ovozini o'chirsangiz, ertaga nega fikrini ayta olmagandan xafa bo'lmang. Shunday qizlar borki, ota-onasini xafa qilmaslik uchun o'z orzularidan voz kechadi. Endigina bo'y cho'zayotgan niholni shoxini sindirmaganingizdek, endi ochilayotgan gulni g'unchasini uzmaganingizdek, qizingizni ham orzularini sindirmang. Bugun mehr bergan qizingiz ertaga sizni faxrlantiradi. Bugun qo'llab-quvvatlang, ertaga ko'ksizni kerib yurasiz. Uning yutuqlari ko'zlaringizni quvonch yoshiga to'ldiradi. Muvaffaqiyatlari boshingizni baland qiladi. Ota-onani farzandiga bera oladigan eng katta yordami men senga ishonaman degan so'zlaridir. Ba'zan bitta kitob 100 ta ma'ruzalardan yaxshi. Men Maryam kitobi ham aynan shunday kitoblardan. O'qing. Faqat Maryamni taqdiriga yig'lamang. Balki kitobni tugatganingizda Maryam o'zgarmas. Lekin unga bo'lgan nigohingiz, qiz farzandga bo'lgan munosabatingiz va farzandingizni orzulariga bo'lgan qarashingiz albatta o'zgaradi.